hozir o'zimni Allohning qarshisiga turib namoz o'qishga loyiq deb bilmayman. Qilayotgan xatolarim ko'p. Sal o'zimni tuzatib olib, keyin joy namozi ustiga kelib, keyin namoz o'qiyman. Hozir bu holatimda uyalaman Allohdan deb yillar davomida namoz o'qimay yurgan odamlar bor. Bahonani qarang. Agar bir odam o'zini o'zi tuzatishi mumkin bo'lsa, shuncha yildan beri tuzatib olgan bo'lardi o'zi. O'zini tuzata olmaydi-da u. Inson o'zini o'zi tuzatishi juda qiyin masala. Hamma o'ylaydi, men o'zimni o'zim tuzatib oldim. Alloh nasib qilgani uchun bo'ladi. O'zimiz bo'lmaydi. Hozir vaqt emas. Hozir juda ko'p xatolarim bor. Shuning uchun Robbimdan uyalaman, shuning uchun namoz o'qimayapman degan narsalar safsata.